بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saodatning sabablari deb nomlangan silsila darsimizni bugun 19-si. Bugungi mavzu hasad qilma. Baxtli, saodatli hayot kechirmoqchimisan, birodar? Hasad qilma. Saodatning sabablaridan bittasi hasadgo'y bo'lmaslik. Eng avval qilingan gunohlar 3 ta. Kibr, hirs, hasad. Kibr shaytondan bo'ldi. Odam alayhisalomga sajda qilishdan bosh tortdi, men undan yaxshiman dedi. Kibr birinchisi. Hirs Odam alayhisalomdan bo'ldi. Alloh azza va jalla mana bu mevani yema dedi. Odam alayhisalom hirs qildi, yedi, jannatdan quvildi. Hasad Qobildan bo'ldi. Ukasi Hobilning qurbonligi qabul bo'lib, o'ziniki qabul bo'lmaganida hasadi keldida, men seni qatl qilaman dedi. Qolgan hamma gunohlar mana shu 3 ta gunohdan suv ichadi. Bizdan sodir bo'layotgan hamma gunohlar mana shu 3 ta gunohdan quvvat oladi. Tomiri shu. Ana shu uchala gunohni jilovlay olgan odam gunohlarni juda ko'pidan tiyilishligi oson bo'ladi. Modomiki insonning saodatini yo'q qiladigan narsa gunoh bo'ladigan bo'lsa, gunoh insonni baxtsiz qiladigan bo'lsa, biz bugun dars qilayotganimiz hasad ana shu gunohlarning eng kattalaridan bittasi. Eng birinchi sodir qilingan gunohlarning bittasi hasad. Birodar, saodatli bo'lmoqchimisan? Hasad qilma. Hasad nima? Alloh taolo bir bandaga bergan yaxshilikni unda yo'q bo'lishini xohlashligingiz. Sizga o'tib qolishini xohlashligingiz. Bu hasad. Ammo Alloh taolo bir bandaga bir ne'matni bergan bo'lsa, u ne'matni unda yo'q bo'lmasdan sizda ham bo'lishini xohlashligingiz bu havas deyiladi. Havas qilish mumkin, ammo hasad qilish mumkin emas. Hasad, birodarlar, suyagini yemiruvchi kasalga o'xshaydi. U surunkali dard, jasadni fasodga uchratadi. Aytiladiki, hasadgo'yga rohat yo'q. Hasadgo'yga rohat yo'q. Hasadgo'y mazlumni kiyimini kiyib olgan zolim, do'stni kiyimini kiyib olgan dushman. Hasadgo'y doim faqir bo'ladi. Hasadgo'yni dam olish kuni bo'lmaydi. Hasadgo'yni bayram kuni bo'lmaydi. Demak, kim hasadgo'y baxtli bo'lmaydi. Hasadgo'yni ko'chasiga bayram kelmaydi. Hasadgo'yda arig'iga suv oqib kelmaydi. Yana aytiladi, hasadga qoyil, hasadga ofarin, hasad naqadar odila, u avvalambor o'zini egasini o'ldiradi. G'iybat qilsangiz zarar yetkazasiz birovga, obro'yini to'kasiz. Ursangiz tishini sindirasiz, zarar yetkazasiz. Ammo hasad qilsangiz, siz hasad qilayotgan odamga hech qanday zarari yo'q, uni zarari faqatgina o'zingizga bo'ladi. O'zingizni o'zingiz ichingizdan yemirib tugatasiz. Hech kim aytmaydi men hasadgo'yman deb. Demak, avvalambor hasadgo'yni bu hasadi o'zini o'ldiradi. Shuning uchun birodar, avvalambor o'zimni qolaversa seni mana shu hasaddan qaytaraman. Agar biz hasaddan omonda bo'lsak, hayotimiz osuda bo'ladi. Shuning uchun boshqalarga rahming kelmasdan, do'stim, o'zingga rahming kelsa, hasad qilma. Agar hasad qilsang nima bo'ladi bilasanmi senga? Tanangni g'amga botirib qo'yasan, g'am qayg'uni qoning bilan sug'orib qo'yasan, ko'zingni uyqusini boshqalarga bo'lib berasan. Siz hasad qiladigan odam yangi mashina olibdi. Kirib keladi, ko'rib qoldingiz, uyga olib kirib ketayotganini. Tamom, uyqu yo'q. Ertamangacha nima bo'lasiz? Bo'g'ilasiz. Ha, palonchi bir narsaga erishibdi. O'g'li mana bir narsani yutib ketdi. Ha, sizni bolangiz yutgani yo'q. Hasad qilyapsiz. Hasadga uyga kelganda svet o'chib qolmasin-da. Telefoni batareykasi o'tirib qolmasin-da hasadga uyda. Chunki o'sha telefon bilan, televizor bilan ovora bo'lardi-da,
Endi o'sha svet o'chib qolsa nima bo'ladi uni uyida? Janjal bo'lmaydi, ichida bo'ladi janjal. Hasadgo'y odam o'tni baland yoqib qo'yib, o'zini ichiga tashab kuydirayotgan odamga o'xshaydi. O'zi yoqib, o'zini kuydiradi. Insonni qalbidagi qo'rquvni, g'am anduhni, siqilishlikni, behalovatlik keltirib chiqaradigan kasal hasad deyiladi. Hasad odamning osoyishtaligini, xotirjamligini barbod qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: hasaddan saqlaninglar. Chunki hasad yaxshiliklarni, savob amallarni xuddi olov o'tinni yeb tugatgandek yeb tugatadi dedilar. Qarang, o'zi qiylanib topgan ozgina savobingizni hasad qilishlik bilan savobni yo'q qilib yorasiz. Temirni zang yeb bitirganidek savobli amallarimizni hasad yeb bitiradi. Kerakmi bizga? Qarang, hasad faqat egasiga zarar qiladi-da, birovga zarar qilmaydi. Bilasanmi birodar, hasadchining muammosi, musibati nimada? U Allohning taqdiriga norozi odam, o'shuning uchun hasad qilyapti. Alloh subhanahu va taoloning adolatida ta'na qilayotgan, shariat ishlarida payg'ambarimizga beadablik qilayotgan odam. Ya'ni Alloh unga shuni beribdi, u Allohning xohishi. Senga bermabdi, bu ham Allohning xohishi. Sen Allohning taqdiriga norozi bo'lyapsan. Endi norozi bo'lgan odam albatta baxtsiz bo'ladi. Yigitlar, o'ng quloq so'ng quloq eshitib olaylik. Rozi bo'lsangiz siz baxtlisiz. Iymondan keyin rozi bo'lsangiz siz baxtlisiz. Hasad hayotni hamma ko'chasida, mayda ikir-chikir ishlardan tortib eng baland cho'qqilargacha bo'lgan ishlarda hasad bor. Usta ustaga hasad qiladi. Savdogar savdogarga hasad qiladi. Muallim muallimga hasad qiladi. Hasad qilma birodar. Chunki uni ustida Allohning fazli turibdi, seni ustingda ham nima turibdi? Allohning fazli turibdi. Hasad qilma birodar. U o'zining rizqini yeyapti. Hasad haqida bo'lmayapti. Hasadgo'y bo'lmaslik haqida bo'lyapti. Chunki bizni silsila darslarimizdan maqsad nima qilsak saodatli yashaymiz degan savolning javobini qilyapmizmi? Hasadni yomonligini hamma biladi. Endi agar sen hasadgo'y bo'lsang, baxtli bo'lmaysan degani. Hasadgo'y inson demak Allohning taqdiriga norozi odam. Norozi odam hech qachon baxtli bo'lmaydi. Chunki baxt bu rozilik demakdir. Inson Alloh uni jasadiga bir dard bersa, kasal bersa, shu kasal tufayli Alloh uni gunohlarini kechiradi, darajasi ko'tariladi. Alloh undan rozi bo'ladi. Ustingizga kelgan dard uchun ajr olasiz. Ammo hasad shunaqa bir dard, shunaqa kasallikki, uni chekkaningiz uchun sizga ajr yo'q, gunohlaringizga kafforat yo'q. Chunki bu yoqdagi boshqa kasallarni Alloh taolo taqdir qildi, keldi ishingizga. Siz ixtiyoringizdan tashqari kasal bo'ldingiz. Ammo hasad siz o'zingiz ixtiyoringiz bilan o'zingizga chaqirib olgan kasal. O'shuning uchun bunga ajri yo'q. Hasadgo'y kishi o'lgunicha hasad qiladi. Yoki u hasad qilayotgan odam o'sha yaxshiliklardan mahrum bo'lguncha hasad qiladi. Birodar, agar qalbingda ochilib qolgan hasad eshigini o'zing yopib qo'ymasang, bu eshikni kim yopadi? Kim yopadi? O'lim yopadi. Qalbingda ochilib qolgan hasad eshigini o'zing yopmasang, o'lim yopadi. Hasadgo'y o'lib tinchiydi. Hasadgo'ydan boshqa har qanaqa odam bilan murosa qilish mumkin, lekin hasadgo'y bilan emas. Hasadgo'y bo'lma birodar. Chunki bu o'zing qiynashlikdan boshqa narsa emas. Hasadgo'y qachon rozi bo'ladi birodan? Yo shu o'zida bor bo'lgan hamma yaxshilardan mahrum bo'ladi, o'zidagi hamma iqtidor, qobiliyatdan mahrum bo'ladi, fazilatlardan hammasidan uziladi. Shunda rozi bo'ladi. Hasadgo'y sen uni oldida tiz cho'ksang rozi bo'ladi. Ungacha tinchimaydi. Shuning uchun hasadgo'yni yomonligidan, hasadni yomonligidan va hasadgo'y bo'lib qolishlikni yomonligidan Alloh taolodan panoh tilaymiz. Hasadni sen tark qilmasang, u seni tugatadi. Qabrgacha olib boradi. Shuning uchun hasadni ertaroq tark qil. Hasad orqali qanaqa katta gunohlar sodir bo'ldi. Hasad o'zini egasiga nimalarni berdi-ya? Birinchi qotillik ham hasad sababli bo'ldi. Yaqub alayhisalomning o'g'illari o'zlarining ukasi Yusuf alayhisalomni quduqqa tashlashdi. Nima sababdan? Hasaddan.
Yoqub alayhissalom o'g'li Yusuf alayhissalomni ko'proq yaxshi ko'rar edi. Shu hasad tufayli o'zini ukasini quduqqa tashlashga tayyor bo'lishdi. Birodarlar, o'zini jigarini, o'zini akasiga, ukasiga hasad qiladiganlar ham bor. O'lganing yaxshi, o'lganing yaxshi. Hasadning ham turlari bor-da. Birovga zarari yo'q hasad bor deydi, birovga zarari bor hasad deydi. Ahli kitoblar, Yahudi va Nasroniylar Muhammad alayhisalomga iymon keltirishidan ularni nima to'sdi? Hasad to'sdi. Vaholanki Tavrotda ham, Injilda ham Muhammad alayhisalomning alomatlari aytilgan edi. Aytadigan so'zlari, qiladigan ishlari, hamma alomatlari bor edi. Lekin nimaga iymon keltirishmadi? Hasad tufayli. Demak, inson hasad tufayli iymondan mahrum bo'lib qoldi. Ahli kitoblar haqligini bilib turib hasad tufayli iymondan yuz o'girishvardi. Iymondan yuz o'girishvardi-ya. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, hasadgo'y mendan emas. Hasadgo'y mendan emas. Boshqa hadislarda aytadilar, modomiki hasad qilishmasa, odamlar yaxshilikda bardavom bo'ladilar. Odamlar orasida hasad bo'lmasa, odamlar orasida yaxshilik bo'ladi. Hasad bo'lmasa, bir-biriga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. Bir-biriga hasad qilishmasa, saodatli bo'lishadi. Birodar, hasadgo'y bo'lma. Hasadgo'y bo'lish faqat sen o'zingni baxtsiz qiladi. Anas ibn Malikdan rivoyat qilgan hadis juda ko'p aytilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan sahobalar o'tirishgan edi. Rasululloh aytdilarki, hozir oldinglarga jannatiy bir odam chiqib keladi dedilar. Shunda qarab turishuvdi, soqollaridan tahorat suvi oqib turgan, kavushini qo'ltiqlagan bir kishi chiqib keldi. Oddiy odam. Bu falonchi sahobalar emas, oddiy bir ansoriy. Ertasi kuni Rasululloh haligi so'zini qaytardilar. Yana haligi odam kirib keldi. 3-kuni ham shu gapini qaytarganlarida haligi odam kirib keldi. Shunda Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu, bu nima ishi bor ekan bu odamni? Bu Abu Bakr Siddiq emas, Umar ibn Xattob emas, hali kibor ashara-i mubashshara bo'lgan sahobalardan emas, oddiy bir inson. Orqasidan borib, birodar, otam bilan kelisha olmay qoldim. 3 kun uyga kirmayman deb men o'zimga ahd qildim. Shu 3 kun siz bilan turib tursam uyingizda dedi. Haligi ansoriy ko'ndi. 3 kecha u kishi bilan birga yotib turdi. Tunda qiladigan amallari bormikin, bir sadaqasi bormikin, bir xos bir zikri bormikin, bir nima amali bor ekanki, tashqarida hamma qatorilar yuradi. Lekin Rasululloh 3 marta jannatiy odam kiradi desa, o'sha odam kirib kelyapti. 3-kun bo'lganda ham hech qanday ishlarni ko'rmadi. Shunda Abdulloh ibn Amr aytdiki, otam bilan hech qanaqa gap o'tgani yo'q o'rtamizda. Men Rasululloh 3 marta hozir oldinglarga jannatiy odam chiqadi deganida siz kirib kelganingizni ko'rdim. Shunda sizning uyingizda bir qanaqa ishingiz bor ekan biz bilmaydigan, shuni bilgani keldim deganida haligi ansoriy, siz ko'rgandan boshqa amalim yo'q. Faqat dedi, musulmonlardan biror kimsaga gina kudurat saqlamayman. Hech kimga nisbatan unga Allohdan yetgan yaxshilikka hasad qilmayman dedi. Abdulloh ibn Umar aytdi, sizni mana shu maqomga yetishtirgan narsa shu xislat ekan dedi. Hasadgo'y bo'lmasligi shu kishini jannatiy bo'lishiga sabab bo'lyapti. Demak, oson ish emas ekan bu. Demak, oson ish emas ekan. Kechqurun yotayotganimda bironta musulmonga nisbatan g'illag'ashligim yo'q qalbimda va bironta odamga hasad qilmayman deyapti. Bo'ladimi shuna qilsa? Bo'ladi. Lekin juda qiyin. Aqlni go'zalligi fikr bilan, tilni go'zalligi sukut bilan, yuzning go'zalligi ibodat bilan, so'zning go'zalligi rostgo'ylik bilan, qalbning go'zalligi hasadni tark qilishlik bilan. Ikki ko'zing ko'rib turgan bo'lsa, birodar, ikkita qo'ling, oyog'ing ishlab turgan bo'lsa, ikkita quloqing eshitib turgan bo'lsa, kimga hasad qilasan? Nimaga hasad qilasan? Hasadning zararlari. Hasad Alloh taoloning g'azabiga qolishga sabab. Hasad go'yni qalbi hasrat bilan to'la bo'ladi. Hasad egasining martabasini pasaytiradi. Hasadchini hamma yomon ko'radi. Hasad ne'matning zavoliga sabab bo'ladi. O'zingdagi bor narsa yo'q bo'ladi hasad qilaversang. Hasad katta yomonliklarning manbasi. Hasad jamiyatni buzuvchi bo'lgan cho'qmor. Hasad axloqsizlikning alomati. Undan tashqari bu
ruhiy, ma'naviy tomonlari bo'lsa, hasadning zarar tomonlari. Endi jismoniy zararlari ham bor. Mana shu jasadingga ham zarari bor. Sen agar birodar hasadgo'y bo'ladigan bo'lsang, o'zingni tanangni tinimsiz dardlarga, kasallarga ro'baro qilasan. Tabiblar aytishadi. Hasadgo'y insonda quyidagi dardlar doim birga bo'ladi. Hasadgo'y odamda quyidagi dardlar doim birga bo'ladi. Isteladi shu dardlarni. Umidsizlik, tushkunlik, g'azab, nafrat, oshqozon o'pka kasalliklari, teri kasalliklari, yurak kasalliklari, immun tizimining buzilishi, jigar, o't ishining buzilishi, uyqusizlik, doimiy charchoq, bel va bo'yindagi og'riq, doimiy stress va to'shakdagi muammolar. O'shungacha ta'sir qilar ekan, birodarlar. Ha, men shunchadan beri ukol olib yuribman ekanmi? Shu hasadni tarqisam hal bo'ladi, birodar. Chunki aytdik-ku, hasad shunaqa o'tki, faqat o'zini egasini kuydiradi. Hasad shunday bir dardki, faqat o'zini egasini qatl qiladi. Ikki narsa birga bo'la olmaydi. Qanoat va hirs. Insonda qanoat bo'lsa, hirs bo'lmaydi. Agar insonda qanoat bo'lmasa, doim hirs bo'ladi. Endi ikkita narsa bir-biridan ajrala olmaydi. Hirs va hasad. Hirs va hasad. Bir odam aytadi, ikkala oyog'i ham yo'q odamni ko'rganimdan keyin yangi to'fli kiyganlarni ko'rsam hasad qilmay qo'ydim. Qaytarib beraymi? Ikkala oyog'i ham yo'q odamni ko'rganimdan keyingina yangi to'fli kiyganlarni ko'rsam hasad qilmay qo'ydim. Chunki oyog'im bor-u meni deydi. Birodar, mana shu matohlarida, dunyoning ne'matlarida o'zingdan yuqori bo'lgan odamlarga qarasang, hasad degan narsa doim senda turaveradi. Dunyo ishlarida, dunyo matohida o'zingdan pastroq odamga qaraganda, shunda hasaddan qutulasan. Sen palonchini oyligi katta deb hasad qilyapsanmi? Seni ozgina olayotgan maoshing ham ishsiz odam uchun katta mablag'. Sen palonchi uyini kattaligini ko'rib turib hasad qilyapsanmi? Seni kichkinagina uying ham uysiz odamga koshona hangoma. Boshqalarning ishini yengilligini hasad qilyapsanmi? Ishsiz yurgan odamga seni qilayotgan og'ir ishing ham ne'mat, boylik. Birovni pulini ko'pligini hasad qilyapsanmi? Seni to'plab qo'ygan ozgina javharming ham qarzga botib ketgan odam uchun katta boylik. Dasturxonni palonchini to'kin sochin deb uni dasturxoniga hasad qilyapsanmi? Seni faqirona dasturxoningchi, yurtida urush bo'layotgan och insonning orzusi. Birovga hasad qilmaslik uchun dunyo matohida o'zingdan balandlarga emas, o'zingdan holi xaroblarga qaragin. Ma'qulmi? Jeep emasmi mashinangiz? Sedanmi? Zato peshkom bola sapt emas-u. Siz bola sapt yuribsizmi? Zato peshkom emas-u. Siz peshkom yuribsizmi? 10 odam arabada o'tiribdi. Siz arabada o'tiribsizmi? 10 odam 18 yildan beri komada yotibdi. Qarangda, siz qaysi tomonga qarayotganingizga. Shuning uchun hasad qilma, birodar. O'zingdan pastroq bo'lgan odamlarga qara. Darsimizni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi bilan tugatamiz. Modomiki hasad qilishmasa, odamlar yaxshilikda bardavom bo'ladilar. Doimiy yaxshilikda bo'lishini xohlasang, birodar, saodat topishni xohlasang, birodar, hasadgo'y bo'lma. 19-sabab hasad qilma. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.